أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli savaşdaşlar, biz bugün kitabımızın birinci babının 4. fasli ahval mutaallaqatul fi'l degan mazmunni boshlaymiz. Darsni başlashdan ilgari biz kitobning ilgari o'tgan mazmunlarini bir qo'r takrorlab o'tib ketaylik. Biz kitobimizning 5ida gapni fasohat, balog'atdan boshlab fasohat so'zlarda va jumlalarda bo'ladi. So'zlarda bo'ladigan fasohatning sharti shu so'zning tanafrul huruf, g'arobat, muxolifatul qiyosdan iborat 3 kamchilikdan xoli bo'lishi. Jumlada bo'ladigan fasohatning shu jumlaning tanafrul kalimat, da'fut ta'lib, ta'qiddan iborat 3 kamchilikdan xoli bo'lishi deb kelib, söz ve cümle fasahatlik bo'lib bo'lgandan keyin maqomga yarasha muddaoni ifodalaydigan shaklda keltirilsa, bu jumla balog'atli jumla bo'ladi deb tushuntirib o'tgandik. Shuning taqozosi sifatida biz o'rganmoqchi bo'lgan balog'atni navbatda cho'ng jihatdan ikki mazmunga ayirgandik. Birisi ilmul maani, yana birisi ilmul bayon. Ilmul maanini umum ahvol, jumlaning ahvoliga qarab turib 8 mazmunga bo'lgandik. Biz kitobning 5ida ahvol al-isnad al-xabari, ahvol al-musnad ilay, ahvol al-musnad deb 3 mazmunni tugatdik. Bugungi darsda mutaallaqatul fi'lning ahvollari deb 4-mazmunga keldik. Men ilgari darslarda ancha munosabatlik joylarda qistirib o'tgan fi'lga munosabatlik bo'laklar degan hukm nima degan gap desa, biz cümle ismiye, cümle fiiliye deb ikkiga bo'lgan. Cümle ismiyada mubtada va xabar ikki asosi bilak va, ya'ni musnad musallay. Cümle fiiliyada ikki, fil fa'il deb ikki asosi bilak va, uning birisi musnad, birisi nima? Musallay. Mushuningdan boshqa bilaklarning hammasi degandek asosan fi'lning mutaallaqatidir. Ko'p hollarda musnad qism, jumlaning musnad bilaki fiil olgan vaqtida shu fiil o'timsiz, o'timlik bo'lish ahvoliga qarab turib maf'ulun bihlarni talab qiladi, maf'ulun fihlarni talab qiladi, jar majrurlarni talab qiladi, zarflarni talab qiladi. Mushu xil musnaddan boshqa jumlada qo'shib qiladigan mazmunlarning hammasi mutaallaqat al-fi'li yoki qaydul quyud al-fi'l deb mana shaklda atiladi. Ba'zi kitoblarda quyudul fi'l deydi, ba'zi kitoblarda mutaallaqatul fi'l deydi. Har holda jumladagi musnad ve mustallaydan boshqa bilaklarning hammasini asosan mutaallaqatul fi'l deb tushunsak bo'ladi. Shuning avtor mutaallaqatul fi'lga misol shaklda mutaallaqatul fi'li va minha deb kelib al-maf'ul va zarf va jar va majrur deb mana shaklda sanab berishi shu. Chunki bugungi darsimizda asosliq so'zlanadigan mushtaraklar munosabatlik. Unda mushtaraklarmi bor? Darsni boshlashdan ilgari yana ilgari darslarda nachrat ta'kidlab o'tgan bir mazmun bor. Ya'ni biz mustallayning bir bilik ahvollarini so'zladik. Masalan, taqdim qilinsa qanday hukmlar chiqadi, ta'xir qilinsa qanday hukmlar chiqadi, zikr qilinsa qanday, hazf qilinsa qanday, ta'rif qilinsa qanday, tankir qilinsa qanday, musnadni so'zladik. Ba'zi azroq farqlar bilan, chunki xarakter o'xshamagan chiqa. Endi mutaallaqatul fi'ldimi ayni shu ahvollarning hammasi o'z ayni keladi. Amaliyotda jumladagi musnad musallay bilak mutaallaqatul fi'lning hech qanday bir-birisidan ortiq tuan taraf yo'q. Illokan bu yerda jumlaning asosiy bilagi musallay, xabar bilagi musnad deb qaragandan boshqa mazmun jihatda fi'llar, masalan fa'illar, maf'ulun bihning hech qanday farqi yo'q. Bir jumlada bir fi'l, bir dana fa'il, bir dana maf'ulun bihi va desa, grammatik nuqtasidan fi'l va fi'lning sahibi bo'lgan fa'il asos jumlaning asosiy bilagi degandan boshqa, madam fi'l shu jumlada fa'ilni talab qiladi ekan, maf'ulun bihi talab qiladi ekan, ma'no ifodalash nuqtasidan fa'il bilan maf'ulun bihining hech qanday bir ortiqlik yo'q. Uni o'xshash fi'lga munosabatlik bir bo'lak, bu o'xshash fi'lga munosabatlik bo'lak. Farqi fa'il shirkatining egisi, maf'ulun bi shirkatining qartilma obyekti. Shunchalik bilan farq bor. Qolgan ish harakatga, fi'lga bog'lanish nuqtasidan hech qanday farq yo'q. Bu gapni nima uchun deyman? Jumlada fa'ilga yuklangan butun vazifalarning hammasi maf'ulun bihi tabiiy yuklanadi.
Cümlede failning oynagan rollarining hammasini maf'ulun bih oynaya oladi. Faqat vazifa bilan o'xshamaydi. Boshqa fe'lga munosabatlik nuqtadan fe'lning rolini o'zga, fe'lning ma'nosini o'zga bog'lash. Mayli qanday shaklda bog'lasin, bog'lash nuqtasidan to'g'ridan o'xshash. Shu boshqa musullaylarda so'zlangan umumiy qoidalarning hammasi, mazmunlarning hammasi maf'ulun bihga qanday qilsa bo'ladi, kasi bo'ladi. Illaki ba'zi o'xshamaydigan taraflarini so'zlab o'tamiz ham har holda, ammo shu bo'yicha tushunsak tamoman bo'ladi. Deb kelib, Abdurrahman bizga men hozir degan masalalarni tushuntirib, innal fi'la ma'al maf'ul, ya'ni fe'l maf'ul bilan birga degani fe'lning maf'ul bilan bo'lgan munosabati kal fi'li ma'al fa'il, fe'lning fa'il bilan bo'lgan munosabati bilan tamoman o'xshash. Qaysi nuqtadan desa, fe'lni maf'ul bilan so'zlashdan bo'lgan g'araz, maqsad shu fe'lning maf'ulun bih munosabatli bo'lganligini ifodalash. Xuddi fe'lni fa'il bilan birga so'zlash fe'l fa'ilga munosabatlik deganga o'xshash. Fe'l fa'ilning ish harakati deganni ifodalaganga o'xshash. Maf'ulun bihni so'zlaganlik fe'l maf'ulun bihga munosabatlik deganlik bo'ladi. Ya'ni fe'l maf'ulun bihning ustiga shuni qartilgan, shuni obyekt qilgan degan hukmni ifodalashda, ma'no ifodalashda vazifa o'xshamasimi, lekin rol jihatda tamoman nima o'xshash. Maf'ulun bihda nasb amrining qilganligi faqat aniyadagi bunda bir gap bor. Biz nahv o'qiymiz emasmi? Fa'il marfu bo'ladi. Maf'ulun bih maf'ul mansub bo'ladi. Ko'zimizga xuddi marfu asos, mansub xuddi qo'shimcha bo'lmasimi bo'ladi degandek bir xil tuyg'uni beradi bizga. Chunki nahvining vazifasi shu, jumladagi asosiy belaklar bilan qo'shimcha belaklarni qanday qilish ayirish nahvining vazifasi. Bu nuqtaga qarab biz maf'ulun bih sal qarab qo'ysak ham bu yerdagi raf'i nasb o'qilganligi faqat xarakterini vazifasini belgilash bas. Boshqa hech qanday bir ma'no jihatda ortiq tuyanlik yo'q uningki. Shu Abdurmayada uning nasb o'qilganligi fa'amalun nasb fil maf'ul, maf'uldagi nasb amili faqat shu fe'lning fe'l maf'ulning ustiga tushdi degan nuqtadan munosabatli bo'lganligi bilan so'zligini maf'ul ekanligini bilish ham qo'yilgan alomat. Uning yuqori jumladagi o'rnining yuqori tuyanlik emas. Qandaqdir fe'lning mutlaq yuz berganligini ifodalash uchun emas. Demak, masala mayada fa'il bilan maf'ulun bihningki birining fa'il deb ism qo'yilishi, uning maf'ul deb ism qo'yilishi, birining marfu deyilishi, birining mansub deyilishi vazifasini belgilash uchun. Ammo biz balog'at o'qiyotgan o'quvchi bo'lish sifatimiz bilan, balog'at shunash bo'lish sifatimiz bilan jumladagi ma'no ifodalash nuqtasida ikkisining vazifasi bir-biridan qolib qolmaydi, ikkisini o'xshash. Endi ma'lum bir ixbor, xabar degani ma'lum bir jumlaning mazmuni shu yuz berganligini ifodalash maqsad qilinsa, fa iza urida al-ikhbar bi wuqu'ihi fi nafsihi. Ya'ni ma'lum bir ish harakat fe'l o'zi yuz berdi min g'ayr iradati ay yu'lam ala man waqa. Ish harakat kimning ustiga tushdi, ya'ni tushgan kishining ustiga kimning ustiga tushganligini bilishni iroda qilmasligini ish harakat ikkinchi munosabatlik tarafini biz bilmoqchi emas. Bunda qilmasdan ish harakat yuz berdi demoqchi bo'lsak, buningdan faqat yuz berganlikni ifodalaydigan alfozlar bilan iborat keltirilsa bo'ladi. Ya'ni texmo buni yerlik tilda tushundirsam, biz bir ish harakatning yuz berganligini uqtamoqchi, u kimga qarab yuz berdi uni uqtamoqchi emas. Masalan, bizning sinfdan Ahmad chiqib ketdi. Ketdi Ahmad hamdi. Muallim kiriblam, ustoz kiriblam, Ahmad qani desam, men Ahmadni ketdi deyman. Zahaba Ahmad, xaraja Ahmad deyman masalan. Muallimning maqsadi uning nima ketganligi, yana bir maqsad o'qimoqchi emas. Faqat ketdimi, ketmadimi? Bormi, ketdimi? O'sha o'qimoqchi. Mening javobim shunga yarasha shaklda shirkatning yuz berganligini ifodalash oldiki, chiqib ketdi. Uning nega chiqib ketdi? Qaysi nishonni ko'zlab mangdi? Bu ustozdan iroda qilinmadi, mening javobimdimi ham qanday qilinmadi, iroda qilinmadi. Ma shaklda keltiriladi. Ya'ni maf'ulun bih maf'ullarning kamasligi bu xil shaklda bo'ladi. Demak, endi fe'llar digüchining muddaosi shu maqomning talabiga qarab turib, fe'l yuz berganligi ifodalanmoqchi bo'lsa, shuningga yarasha fe'l fa'il keltirilsa, fe'l yuz berib
kimni obyekt qilganligi, kimning ustiga tushganligini, kimning ustida yuz berganligini ifodalamoqchi ham bo'lsa, yani onunla münasebetlik mef'ulun bih sözlünüdür. Nerede yüz berganligini, qachon yüz berganligini söylemekçi olsak, mef'ulun fih sözlünüdür. Nim üçün yüz berganligini söylemekçi olsak, mef'ulun leh sözlünüdür. Kim bilen billa yüz berganligini söylemekçi olsak, mef'ulun ma'ah sözlünüdür. Qandaq holatda yüz berganligini söylemekçi olsak, hal sözlünüdür. Demek, mesele ne dese, cümledeki her bir bölek, yani mutaalliqatul fiilde qartılgan böleklerinin hemmisi muddağa asasen keltirildi. Bunu düşünüyor eşkek hukukçular. Yani cümledeki her bir bilek maqsadga qarab turib, ifodalamoqchi bo'lgan muddaa qarab turib qo'llansa bo'ladi. Bu gap tuttusun. Endi gapni biz nereden boshlaylik? Maf'uldan boshlaylik. Bir cümle keldi. Bu cümlede fiil bor, maf'ulun bih yo'q. Fa'il bor lekin فإذا لم يذكر المفعول مع الفعل مفعول به مفعول fiillen tilg'anilmagan bo'lsa va g'araz degani muddaa unutilganmaslikdan shu fiilni fa'il bilan isbotlash yoki fa'il bilan mutlaq nafiy qilishgan degani maqsad maf'ulun bih faqat nishonda muddaada yo'q ekan. Fe'l fa'ildan yuz berdi yoki yuz bermadi, bulusiq jumlasi yuz berdi isbotlash, bulusiz jumlasini nafiy qilish deymiz emasmi? Yuz berdi, yuz bermadi. Mushunlarni isbotlash qolgan bo'lsa, bu vaqtda fe'l lozimning o'rniga tushiriladi degani o'timlik fe'lni o'timsiz fe'lga aylantiramiz. Ma'ni jihatda hatto maf'ulun bihni taqdirmi qilinmaydi. Taqdir qilinish degan gap labzda bo'lmasa-mu ma'noda chiqarish degan gap. Chunki muqaddar taqdir qilinigini mazkurga o'xshaydi. Buni xuddiliqi hozir sizlarga yaqinchaq buning ikki xil ahvol bo'ldi tabiiy, ammo ikki xil ahvolga kirishdan ilgari sizlarga mush gapni o'ziga bir misol keltirib bersam, saraqa degan fe'l o'timlik fe'l bilasizlar. Bu fa'ilga ehtiyojli tabiiy, maf'ulun bihga ehtiyojli. Masalan, Bakra pul o'g'irlabdi. Saraqa bakrun an-nuqud. Bakrun fa'ilisi an-nuqud maf'ulun bihsi. Endi men birovga Bakrning o'g'irlik qilganligini ifodalamoqchi. Uning nima o'g'irlaganligi muhim emas. Masalan, ani o'g'irlik qilganligi. Ya'ni men bu yerda menga maqsad qilinayotgan muhim nuqta o'g'irlik qilish, qilmaslik. Nima o'g'irlaganligi asla mening ko'ngil bo'lish nuqtam emas. Men mushu ifodalamoqchi bo'lsam, ma fe'lni nimaga aylantiryapman? Mutaaddiga. Qanday aylantiramiz? Ma'noda aylantiramiz. Masalan, saraqa bakra deb qo'yamiz. Tarjimada yo'q. Qanday farq qildi? Burun o'g'irladi deb tarjima qilgan bo'lsak, mutaaddi vaqtida, endi lozim bo'lgan vaqtida, ya'ni o'timsiz bo'lgan vaqtida o'g'irlik qildi deb tarjima qilamiz. O'g'irlik qildi. O'g'irladi emas. Qana qildi? O'g'irlik qildi. O vaqtda maqsad faqat o'g'irlik qilgan ish harakatining yuz berganligini isbotlash, nimani o'g'irladi undan chiqdig'imiz yo'q. Chunki muddao shu. Ko'rdingmi mana biz nahvida unda o'qimagandik. Nahvida fe'l mutaaddi bo'lsa, maf'ulun bih kelib degan. Lekin fe'l mutaaddi bo'lgan bilan bizning muddaoyimiz fe'lni la asos qilgan bo'lsa, biz shunga yarasha ishlasak bo'laveradi. G'a katti zahaba Zahaba Muhammad ila suq. Bu maf'ulun bih ketdi onun ila suq degan shaklda. Endi men Muhammadning nima ketganligidan chatig'im yo'q. Ish qilib uydan chiqib ketganligini isbotlamoqchi bo'lsam, Zahaba Muhammad deyman. Ya'ni Muhammad ketib qoldi. Muhammad ketib qoldi degan gap mutaaddi fe'l bo'lsa-mu, lekin lozimning o'rniga tushirilgan, o'timli fe'l bo'lsa-mu, o'timsiz fe'lning o'rniga tushirilgan holatda bo'ladi. Demak, bu yerda tarjima ham o'zgaradi. Qaranglar, o'g'irladi degan mutaaddi tarjima o'g'irlik qildi degan lozim tarjimaga o'zgaradi. Qatala o'ldirdi mutaaddi tarjima. Agar mushuni lozim tarjimaga tushirmoqchi bo'lsak, qotillik qildi. Ba'da o'ldirilgan taraf bizga muhim emas. Ma'noning qotillik qilishi muhim bo'lg'ach bu jumlada tarjimani mutaaddidan lozimga qana qilamiz, tushiramiz. Mana bu maf'ulun bihni so'zlanmagan vaqtidagi biradiga o'zgarish. Endi mushu xil o'zgarish fe'lning mutaaddidan lozimga o'zi ikki xil bo'ladi. Hada naw'u darban ikki xil bo'ladi. Birisi fe'l maf'ulun bihga munosabatlik bo'lgan holatdagi shu fe'ldan kinoya qilinadi degani, hozir oldimizda ikki fe'l bor. Birisi men dedim-ku,
lazımga tushishdan ilgirki mutaaddi holat. Masalan, o'g'irli deyilsa, mutaaddi holat. Hozir lazımga tushgandan keyin o'g'irlik qildik ya. Saraqa degan fe'lning ikki ma'nosi bo'ldi. Birisi o'tumlik ma'no, birisi o'tumsiz ma'no. Ma o'tumsiz ma'noni o'tumlik ma'nodan kinoya qiladi degan gap azroq gapning tikki gap yushirilgan bo'ladi. Mahalat, bu bir holat. Qaytaroq biraya. Birinchisi fe'l, qaysi fe'l? Hozir lazımga tushirilgan shu fe'l, hozir shu lazımga tushirilgan fe'lning gapi bu, ha? Shu fe'l şu mef'ulun maxsus mef'ulga aloqador bo'lgan holatga shu fe'ldan kinoya qilinadi degani lazımga tushirishdan ilgirki holatdan kinoya qilinadi. Demak, ma'no bir xil mef'ulun bihni o'z ichiga olgan holatga bog'langan, shunga kinoya qilingan shaklda normal ma'no chiqmaydi demakchi. Bu maxsus mef'ulga ma'lum qarin dalolat qilgan. Masalan, Buxtoroninki Mu'tazibillah haqidagi so'zi buning misol bo'la oladi. Shajru hussadihi va ghaydu idahu ayara mubsirun va yasma' wa'i desa. Xalifaning xalifaligi loyiq ekanligini, boshqalarning buningdan xalifalikni talashish loyiqati, salohiyati yo'qligini qana qilib madhiylar shuni isbotlash uchun keltirgan she'rida buning mazmuni bizga nisbatan muhim emas-ku. Uning hasad xorlarining achchig'i shaju degan gap dard alimi va uning dushmanlarining achchig'i ko'gishning kurab qilishi, anglag'uchining anglab qilishidir deydi. Qarang, ikkidan fil bor. Birisi yara, yana birisi yasma. Her ikkili filni sizlar bilasizlar, o'tumlik fil. Ni angladi, ni ko'rdi. Mayda maf'ulun bih yo'q. Endi maf'ulun bih yo'q, lekin taqdir qilingan bo'lsa, yo'q. Muayyan bir muqaddar bo'lgan maf'ulun bihim yo'q bu yerda. Muayyan ma'nosi chiqmadi. Anas qanday qilsa, ni ko'rdi degan o'tumlik filni ko'rib qoldi. Ko'rib qilish deb tarjim qilamiz. Lozim o'chigizimiz. Ni angladi degan o'tumlik ma'noni lozim ma'no o'chigizimizga anglab qilish. Chunki muddao fil maqsad. Endi aslida ni ko'radi, ni anglaydi. Kin buni lozimga o'chigizib anglab qoldi, ko'rib qoldi oldi. Lekin aslidagi ma'nodan azroq bir narsani kinoya qilish muddao. Çünkü bu maqtavatgan maqam bo'lgandan tabiiyki dushmanlar achchiq qildigan ko'sa, anglisi achchiq qildigan, bunda ishga qanday ashildi go'zalliklari uning, ahidliklari, ortiqchiliklari, fazilatlari bo'ldi emasmi? Mushuni mishada umumlashtirish muddaosi bor. Ya'ni palanini ko'rib qoldi, pukunini anglab qoldi demasakmi? Jahon bu xalifaninki yaxshi ish izridan tushib ketganki, kuzu odam men uni ko'ray deb ochmasimi shunda ko'zini assa, quliqi odam men anglay demasimi shunda quliqini assa, ko'rib qoladigan, anglab qoladigan holatga yetigilik. Shuningga maf'ulun bihni ataytan tilga olmasaqmi bu yerda fazilatini demasakmi, jahonning hammasi bu odamning fazilati. Kuzga ko'nganning hammasi bu odamning ortiqchiligi. Shuningga maf'ulun bihga bu odamning ehtiyoji yo'qki, shu anglasilam, kuzini assalam yetarlik degandek bir xil uqumni ifodalash uchun, ya'ni o'zi maqtmoq bo'lgan xalifani favqulodda maqtab uchish uchun mundaq bir kinoyalarni yushuq asosida fe'l mutaaddidan lozim o'rniga tushirildi. Ya'ni bu yerda da'vo qilayotgan shoir demakchiki, asli ko'rish degan muayyan bir obyektni ko'radi. Anglash degan muayyan bir gapni anglaydi. Lekin xalifaning ish izlarini ko'radigan, anglaydigan obyekt bekitib yumasakmi, jahon shuning ish izlaridan tushib ketganki, anglayman deb anglamasimi, ko'raman deb ko'rmasimi shu ko'znim assa, quloqlam saqlam bo'lsa, quloq kiridigini, shuning ishi kiridigini, shuning fazilati degandek ma'noni asos qilib turib, shuni kinoya qilib turib, fe'lni mutaaddidan lozim holatga tushirayotgan deydi. Lozim holatga qanday qilayotgan tushirayotgan. Bu maf'ul tilga ilinmagan jumladagi mutaaddi fe'lning lozim fe'lga qanday qilib tushirilinishi. O'quvchilarga diqqat qilgan bir nuqta o'quvchilar. Mutaaddi fe'l lozim fe'lga tushirilgan vaqtda Uyg'urcha tarjimasida o'zgarish bo'ladi. Bunday aytdim, o'g'irladi, o'g'irlik qildi deydi. Ni angladi, ni ko'rdi degani anglab qoldi, ko'rib qoldiga tushidi. Chunki ayada maf'ulun bih munosabatlik holatdagi fe'l ma'nosidan munosabatsiz fe'llam sharkatning yuz berishdan maqsad qilingan bir holatga o'zgaradi. Buni biz o'timsizlik deymiz. Bu she'rning ma'nosi, fal ma'na, bu vaqtdagi she'rning ma'nosi
Yani hasadxo'rlarni dard alam qilgan, dushmanlarni achchiq yutgan, achchig'ini keltirgan ish bo'lsa, anglag'uchining, ko'rguvchining ko'rib qilishi. Aniqki, uning go'zalligini, mu'tazning go'zal ishlarini, anglag'uchining uning xabarini anglab qilishi ide asli ma'no bu asli. Lekin buningdan chetnab chiqib, adaladigina bu xil uslubdan chiqib, nima dedi? Mamduhning, men maqtayotgan odamning go'zallik ta'sirlari ko'zi lamba odamga maxfi emas, ko'p bo'lganligi, mashhur bo'lganligi uchun. Har qanday ko'z egisi, har qanday quloq egisi uning xalifalikka boshqalarsiz, xalifalikka loyiq ekanligi dalolat qiladigan oshkor xabar go'zalliklarini bilalaydi degandek bir xil ma'noni maqsad qilib, shu xil kinoyani asos qilib turib, tilni mutaaddidan lozim holatga qanaqa tushizib o'tdi. Buning asosan kishilar uning bilan xalifalikni datalash qilishga yo'l topolmadi deb maqsadni turib, shunga mutaaddini lozim tushizdi. Bu bika-bikaga tushizgan narsa maqsadlik, ya'ni misal bir xil kinoya, mubolig'ini asos qilib turib, shunga tushizgan bu biri. İkincisi, pil mutlaq kinoya qilmaydigini, pil uddu pil sifatida o'tirib qoldi. Bu vaqtda anda yuqorqidek tahtiga uyushtirilgan bir kinoya, aslidagi maf'ulun bihi munosabatlik holatdan kinoya qilingan bir mazmun bo'lmaydi. Pil umumlashtiriladi o vaqtida pilning ma'nosi keng ko'lamlik shaklda keng ma'noni o'z ichiga oladi. Masalan, hal yastavillazina ya'lamuna vallazina la ya'lamun. Hammalar bilasizlar, alima ya'lamu degan pil ma'lum narsani bildi degan ma'noda bo'ladi. Ma'lum narsani bildi vaqtda mutaaddi bo'ladi. Lekin bu oyatda ya'lamun bilan la ya'lamun ikki pilning maf'ulun bihisi yo'q. Muddaoga qarasak faqat fe'lni ifodalamoqchi, maf'ulun bihni emas. Shuni bilan fe'l mutaaddi holatdan lozim holatga tushizilib, bilimlik bo'lgan, bilimsiz bo'lgan deb ham tarjima qilsak bo'ladi. Nimani bilsa, bilimlik bo'lgan, nimani bilmasa bilimlik bo'lgan. No'g'anda bilimlik kishilar bilan bilimsiz kishilar hal yastavi ta'olamni tabiiyki ta'olmaydi. Chunki din butunlay ilm ustiga qurilgan değil. Hatto Allohga ishonishmi Alloh qo'ygan ilm asosida bo'ladi. Ma nuqtadan hech kim bilimlik, bilimsiz qaysi sohada bo'lsin ta'olmaydi. Demak, mayadagi piyel ni bildi, ni bilmadi degan mutaaddi holatdan tushib, bilimlik, bilimsiz degan lozim holatga qana qildi tushdi. Bu yerda muayyan bir narsa maqsad emas, ya'ni palonni bilgan odam, pukuni bilgan odamdan bilmagan odamdan demakchi emas. Nimani bilsin, qanday bo'lsin, ishqi bilim bor odam, bilimsiz odamdan nima yaxshi degan o'qim chiqadi. Ya'ni bu yerdagi ma'no ilm degan o'qim yuz bergan kishilar degani shu ilm bor odamlar va İlimning ma'nosi ularga yuz bermagan, ilmdagi o'qim ularda shakllanmagan, ilm o'qib shakllanmagan odamlar bilan hal yastavi tangmu degan bo'ladi ma'no. Albatta shu bilinmoqchi bo'lgan, ma'lum degani shu bilinmoqchi bo'lgan o'qimga ishorat maqsad qilinmasin degani nimani bilish, nimani bilmaslik muhim emas. Nimani bilsin, bilgan odam bilan nimani bilmasin, bilmagan odamlar tang emas tabiiy. Oddiy bir mashinani haydashni bilgan odamlar bilan bilmagan odamlar tang emas. So'zishni bilgan odamlar bilan bilmagan odamlar tang emas. Bir tilni bilgan odamlar bilan bilmagan odamlar tang emas. Tabiiyki tang olmaydi. Chunki bu degan bir Allohning fazli. Tamam, shuni bilan masala bir Qur'on oxirlashdi. Biz gapni boshdan qaytaylik. Mutaalliqatul fi'lda maf'ulun bihning gapini qilib ketib o'tib, maf'ulun bih normalda fi'lga munosabatli qilgan jumlaning bir bo'lagi. Buning hech qanday farqi yo'q fa'illar ma'no nuqtadan. Endi bir jumla kelibdi, fi'l mutaaddi maf'ulun bih kelish kerak, lekin kelmabdi. Maqsadga qarasak maf'ulun bihni akilish maqsad yo'q. Akilish maqsad bor turib, kelmasa taqdir qilinadi. Taqdir qilingan gap bor degan gap bor. Ammo akilish maqsad bo'lmasa, bu maf'ulun bih ba holatga fe'lning ma'nosini kinoy shaklda fe'l lozim o'timsiz holatga o'zgartiriladi. Bu bir. Ikkinchisi mutlaq shaklda o'timsiz o'zgartirilgan emas. Shu gap oxirlashdi. Endi bu mazmunda Imom Sakakining bir gap bor ekan, har doim Imom Sakaki rahimahulloh chiqib qolsa, biz bir yangi mazmundan birini qana qilamiz, bayqaymiz, ha. Bu yerga vaqt Imom Sakaki deydi, maqom xitob yo'q qolsa. Maqam xitob degan boshqalarga xitob qiladigan istidloliy maqom emas yana. Buningda zon bilan kupoylanadigan degan gap. Ya'ni boshqalar bir ishni ha shundami ekan deb qarasalam qana qilinadigan, kupoylanadigan, mazmun oydinlashadigan mana shakldagi o'rin bo'lib qolsa, ya'ni istidloliy emaski, jazmiy, burhoniy, yaqiniy, pokit shakldagi jazmiyat talab qilinadigan islomiy maqom bo'lmay qolib qolsa, an yuqorida degandek
fe'lni yuqoridagi fe'l mutlaq qana qilinadi. Kinoya qilinmay mutlaq mutaaddidan lozimga tushiriladi. Ya'ni tırnaqchiga qarasanglar, fe'lni maf'ulga munosabatli qilmasdan-ku, maf'ulni tashlatiblar. Fe'l mutaaddi holatdan lozimga tushirilishni ifodalaydi. Yuqoridagi gapning bir qaydi bor. Maqom xitobiy maqom bo'lsa, ashta bo'ladi. Uni bilan birga nima? Ma'a ifadatihi at-ta'mim degani shu holatda shu fe'l umumlikni ifodalashdan birga. Umumlikni qana qilishni ifoda. Ya'ni maf'ulun bih tashlangan o'rinlarda nima chiqadi? Umum. Ana bo'lsa, mushu gapni bayat o'tib ketgan mazmunga sab baqsaq, hal yastavillazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun degan oyatda sakakining gapi bo'yicha maf'ulun bihning ma'nosi umum. Ya'ni fe'lning ma'nosi umumlashadi. Biladigan degani umumlashib, har qanday bir bilimni biladigan odam bilan har qanday bilimni bilmaydigan odam o'xshash emas. Bu to'g'ri, intayin to'g'ri, go'zal gap bu. Nima bilan desa, maqsadni zoya qilib illati va mutahamlikni dafi. Ya'ni mutahamlik deganimiz ba'zida nima ish kelgan vaqtda ma'lum bir turdagi bilimlarga xos qilib masalan. Ya unda emas. Zodi dunyoda bir narsa bilgan bilan bir narsa bilmagan odam tang emas. Qay shaklda bo'lsin, har qanday ilm turi bo'lsin, deb umumlashtirishni ham ifodalaydi deysa kerak mavla. Tamam, bu gap oxirlashdi. Endi gapning beshiga qaytaymiz. Bayatdan maf'ulun bih tilga ilinmasa ve cümlede mef'ulun bir maqsad bo'lmasa degan to'q. Endi qarang. Agar va in lam yuzkaril maf'ulun bih tilga ilinmabdi, g'araz unutilganmaslikdan fa'il g'ilam fe'lni isbotlash yoki fa'il g'ilam nafiy qilish emas ekanligini, fe'l fa'il bilan munosabatli bo'lmaydi ekan. Fe'lning ma'nosi fa'il bilan lam bo'ldi, qilmaydi ekan. Mayli bulishliq bulishsiz bo'lsin. Isbot degani bulishliq, nafiy bulishsiz emasmi? Bulishliq bulishsiz jumla bo'lsin, fa'il bilan lam bo'ldi qiladigan fe'l emas ekan. Onda olmaydı ekan, onda olmasa. Faqatlam g'araz fe'lning maf'ulga munosabatlik ekanligini ifodalash bo'lsa degani jumlada maf'ulun bihning mazmuni muhim. Demak, bir jumla keldi. Fe'l fa'il tilg'ilindi, maf'ulun bih yo'q. Lekin jumlaning mazmuniga qarasak, maf'ulun bih ham lozim. Bayatdan yuqorqi gaplar maf'ulun bih lozim emas. Yo'q. Endi hozir lozim. Lekin maf'ulun bih tashlab ketilgan. Bunday holat to'p qolsa, vajibat taqdirga maf'ulun bihning vaqtida taqdir deb qaraymiz. Taqdir qilish qarinlarga qarab turib. Ya'ni taqdir degan gap biz musnad babida hazful musnad dedik. Musnad babida tarkul musnad dedik. O'xshash gap ikkalisi. Ya'ni tashlidi degan gap ma'noda bor, labzda yo'q. Şu tashlagan vaqtda qanday ma'nolarni ifodalaganti musnadlar va musnadda bir muncha illatlarni o'tirib qo'ygandik emasmi? Shularning hammasi misha keladi. Unda bizga bir yangi turdan bir paydo bo'ldi. Maf'ulun bihni tashlash, hazful maf'ul. Tashlash degan iborat nimani ifodalaydi desanglar, ma'no jumlada mu'tabar, ya'ni jumlada ma'no e'tibor qilinadi, ammo labzda yo'q. Nima uchun jumlaning nima? Labzda yo'q, ma'noda bor. Nima uchun ma'noda bor bo'lak tashlanadi desa, mandaq muddao yuzidan deb xuddi musnadda bayon qilgandek, musnadda bayon qilgandek, mishaytimi shu xil hukmlar, shu xil ma'nolar o'ziga ilin. Unda bo'lsa, yangi temamiz o'tirib chiqdi ya, maf'ulni qana qilish, tashlash. Va yakun lid-dawa'i at-taliya. Va yakun lid-dawa'i at-taliya. Bu maf'ulun bihi tashlash tüvendekidek birine çıkıl sebep tüpeylen burada. Ameliyatda Abdur tüvende bayan kılınan sebeplerin hemmisini koğuşlap yaparsak, şu Musli'nin babıda sözlengen, Musli'nin babıda sözlengen yagi münasebetlik, hem de Abdur hem de azrak farklandırıp, azrak bir fark kaldırıp, bizge yeni bir mezmun süpütüde kandak vatıdı bunu oturup koyuyordu, qarayla qani. Birincisi, el-beyan ba'del ibham. Yani mücmel keltirgenden keyin qana qilish, bayon qilish. Bu bir balog'at sohasiga bir uslub. Har qanday ma'no dastlab mücmel shaklda keltirilib, undan keyin bayon qilinsa, bakalaqa uzrab ketmagan asosda, tadvil olmagan asosda bo'lsa, bu balog'at sohasida go'zallik hisoblanadi. Ma'no texmi ro'shanlashadi, texmi muayyanlashadi. Dal birinchi sabab maf'ulun bihi tashlashdan, maf'ullan tashlashdan. Al-bayan ba'dal ibham. Xuddi mashiat tilida kelgandagi sha'a, yasha'u filda biz ko'p qo'limiz xolisan baratdim degan gap bu.
Berişni xalğan bolsam baratdım. Xalısam yetdim boldu yemeyme. Yeyişni xalğan bolsam yetdim. Bu bek köp kolunuldu bu. Yani aşu pilinin mef'ulun bihi bolğan münasibati yadomuz degeni derhal qolunduğan normalnin bolsa mef'ulun bihi. Yani pil mef'ulun bihi bağlanğan haleti haq tasavvur qılanmaydigan bir dərəcədə bolmasa taşlasak normalda bulağırdı. Hadde "Velav şa'a lahadakum ecma'in." Biz özümüz bir tilgisi ya Uyghur tilida sözleyimiz go. Özbete tercüme Allah xalığan bolsa men hidayet qıldı. Tabii ki kiçiklerim düşündü bunu. Yani xalığan bolsa degeni şu hidayet qilishni xalığan bolsa, "Voy zolama, men xalığan bolsam baratdim" desem, "Xalığan bolsam" degenden keyinde "Nimani xalığan bolsam" degen sualni qo'ymusunmi? Hammadan shu berishni xalığan bolsam qana qilatdim, baratdim degan o'qimni hammadan tushunarlaydi. Yani bu yerda "Velav sha'aning oxirisida maf'ulun bihi bir tashlangan, yani sizlarni hidayet qilishni xalığan bolsa hidayet qildi degan ma'noda shakl. Ammo Bayat biraz gapni qildik ya. Maf'ul bihning pillan bo'lgan munosabati yatomuz haq tasavvur qilalaydigan holatda bo'lsa, bu asonlarning tushuniladi bu. Ammo pil maf'ul bihidan sal yat shakldagi tasavvur qilinmaydigan shaklda bo'lib qolsa, u boshqa. Shunlashtiryapti. Ma'vo Xurayminingki Abil Hayzamning marsiysti degan bir gap bor. Shuning aksida gap qilinglar, qaranglar. ولو شئت أن أبكي دما لبكيته عليه ولكن ساحة البصر أوسع degan she'rda. Qara tarjima qilaylik. Agar qon yig'lashni xalaqan bo'lsam yig'laydim, lekin ko'zning doirasi bek keng ekan. Ham bu yerda boshqa masala bizga muhim emas. Muhimi nima desanglar? Muhimi nima desanglar? "Walau shi'tu an abkiya daman" deb shi'tuni maf'ulun bihsi, an abkiya daman degan maf'ulun bihsi tilg'ilindi, so'zlanmadi. Nimishqa normalda qon yig'lash g'arib yot ish. Agar tashlab etsak, digichining maqsadi bo'lgan qon yig'lash degan uqumni boshqalar ifodalayolmaydi. Başqalar ifodalayolmaydi. Shu nuqtadan maf'ulun bih bu yerda qanday qilinadi? Tilga ilinib normal so'zlanadi. Falamma kana ayyasha'ul insan ayyabkiya daman. İnsanning qon yig'lishi bir bid'an ajiban, bir yangi ajib, ajoyib yangi ish bo'lg'achqa. O şair aş mef'ulun bihni aşkar keltirdi. Yani shi'tunu mef'ulun bihni. O olsun an abkiya daman. Aslisi "Velav shi'tu buka'a daman" degan gap nima uchun aşkar keltirildi desa, Sami'nin kallasida muqarrarlashtirish va Sami'ga qo'shini normal tuyuldirish uchun shu aşkar keltirdi. Chunki tashlayotsa, uni tasavvur qilib, uni behtim bir mushahada ba deb qanaqlanmaydi, topolmaydi, uni topamas ehtimoli intayin yuqori. Desa, o'quvchining birisi bir savol qo'ydi. Bu yerda ayyabkiya daman aşkar keltirdi dedingiz. Chunki maf'ulun bih sal yot, g'arib başqalar anlab tasavvur qilolmaydigan shaklda tashlab etsa tushunolmaydi dedingiz. Ma'qul, uni ma'qul deyli. Ammo bir she'r uchrab qoldi. Javharining she'risi. She'rga qarab boqaylik. "Walam yubqi minni ash-shawqu ghayra tafakkuri, falaw shi'tu an abkiya bakaytu tafakkura. An abkiya bakaytu tafakkura." Menden sig'inish tafakkurdan boshqani qoldirmadi. Butun vujudim tafakkur, o'ylash, xiyol qilam aylandi. Men yig'lashni iroda qilsammi, tafakkur yig'layman. Men yig'lashni xohlasammi, tafakkur yig'layman. O'ylam. So'zog'adima. Ben tafakkur yig'lash. Shunda bo'lsa-mu, shi'tuning maf'ulun bihi bo'lgan an abkiya oshkor keldi. Oshkor keldi. Yani en abkiyaning keyindagi tafakkur degan narsa tashlandi. Abkiyalam dedi, tafakkur yig'lashni xohlagan bo'lsam tafakkur yig'laydim demedi. Bu yerda maf'ulun bih yot turib, nima uchun bu yerda tashlangan tafakkur masalan an abkiya tafakkur deb mana shakl demay desa, buning avtor javobini aytadi, falaysa minhu. Yo'q. Mashir azaq men to'xtadim g'aliqda. Yuqoridagi "Walau shi'tu an abkiya daman" din farqlanadi. Qanday farqlanadi? Men avval depir ya. She'rida demakchi o'g'ini mening butun hissiyotim ishtiyoqlan bo'lib ketdi. Sig'inishlan bo'lib ketdi. Menda o'ylashdan boshqa narsa yo'q. Men normal yig'lay desam-mo, tafakkur yig'lab qolaman deydi. Undaganda birinchi yig'lash normal, haqiqiy yig'lash. Men yig'lay deb shuncha o'zimni ko'zimdan yosh chiqsin davotsam, ko'zimdan yosh chiqmay nima chiqadi? Tafakkur chiqadi. Undaganda birinchi yig'lash haqiqiy yig'lash, ikkinchi yig'lash tafakkur yig'lash. Eva o'rinda "Walau shi'tu an abkiya daman labakaytuhu" da ikkili yerdagi yig'lashdan maqsad qon yig'lash maqsad. Demak, ikkisining farqi bor.
xil shaklda ikkisi bir emas demakchi. Shuning ikkisiga bir xil muomala qilib suol so'g'ilmaydi. Shunda davlatda chunki u men tafakkur yig'lashni xohlasam tafakkur yig'laydim demadi. Demakchi emas. Uni iroda qilmadi. Lekin u shuni demakchiki, shuni deyishni iroda qildiki, meni uruqliq, nuhul degani qattiq judab ketish demakchi. Judab ketish, ojizlashib ketish yo'qlam qildi afnani. Mendan va menda shu cho'g'ilib turadigan o'y xiyollar, xavotir, fikrdan boshqa hech nima qolmadi. Hatto bir yig'lay desammi, bir injiqlab baqsam yig'lay deb va uningdan yosh oqsin uchun ko'zimni siqib baqsammi, ko'zimni bir siqib bir yig'lay desammi, topamadim. Lam ajid. Ya'ni men yig'lamadim. Yoshning o'rniga tafakkur chiqadi. Demakchi, nog'anda bu yerdagi birinchi yig'lashdagi buqatin maqsad haqiqiy yig'lay desam demakchi. Ikkinchisidan g'ayri haqiqiy maqsad. Ya'ni ikkinchisi fi-thani g'ayrul haqiqiy. Ikkinchisi mushu tushunchaga asosan. Hozir biz haqiqiy yig'layman demoqchi bo'lsam-da, tafakkur yig'layman deganga asosan, ikkinchisi birinchisiga tafsir olishga yaramaydi. Endi demakchi bo'lgan ikkisi ayirmaydi yig'lash. Ma'nıga asaslanib turib, ma'ni tushundiga bo'lmaydi. Shunga yerda aptur ma shaklda keltirgan. Shunga al-abkiya ayrim keliglik yig'lash ma'nosidan birni tashlab ketgan narsa yo'q u yerda. Ikkinchisi tafakkur yig'lash o ayrim keliglik. Ikkisi bir yig'lash emas. Bu A5dagi babga tushmaydi. Sizning degan ikkinchisiga ham qanday qilmaydi? Tushmaydi. Ikkisi ikki xil emas u. Bizda vatgan birinchisiga ham tushmaydi. Birinchisi agar keynidagi Piyel onu ana qıpralasa, çönür pralasa, oğlum bir taşlansın mesela. Velav şi'tu, mesela velav şa'a lahadakum. Hidayet, beşideki hidayet degan oğlum bir çönür pralga taşlandı. Lekin miyada ikkinchi yig'lash, tafakkur yig'lash, birinchi yig'lash, haqiqiy yig'lash. İkisi bir turdagi yig'lash emas. Ma'lumotni çönür pralga ma'ni oshkor shaklda keltirdik. Taşlanmadı ma'rumda. Sha'aning maf'ulun bihsa qanday qilib taşlanmadi? Tafakkurning kamaski Şiirdeki wala falaw shi'tu an abki tafakkur. Çünki tafakkur demek emasda. Haqiqiy yig'lashni. Shunga birinchi tafakkur kelmaydi. U kelmagandan an abki tashlansam desa, yo'q, ikkinchi yig'lash birinchi yig'lashga o'xshamaydi. Demak, mashta kelishdan boshqa yo'l yo'q. Bunga boshqa xil amal qilolmaydi demekki. Ana o'zimizning gapga kelaylik. Bir cümlede mef'ulun bih bo'lmabdi, ammo jumlaning ma'nosida mef'ulun bih asos o'rinda turadi ekan, ya'ni mef'ulun bih kelishi kerakkan ma'qul shaklda mef'ulun bihning bo'lmaganligi nimani ifodalaydi? Birinchidan ibhom keltirgandan keyin, ya'ni mujmal keltirgandan keyin bayon qilish maqsadida mana xuddi hozir biz mef'ulun bihni tashlash babida muslayni tashlashdiki, musnadni tashlashdiki, barliq mazmunlar mishaga qanday qilsa bo'ladi? Kasi bo'ladi. Ikkinchi sabab Maqsad bo'lmagan tarafni iroda qilishning o'rnisini tafviqlaydi. Maf'ulun bih bo'lmasa, maf'ulun bih kelib qolsa, balki muddao dastlabdan ishning 5 to'lan xato tushunib qilishi mumkin. Maf'ulun bihni tashlab o'tish orqali muddao yetkazib bo'ldi. Xato tushunishning oldini oladi. Bu hamiyat unda emas. Men davomli bular hammasi bir misol. Maf'ulun bihni tashlash shunda rolni o'ynab qolsa, shu tufaylidan tashlanadi boshqa sabab emas. Masalan, tuyandagi shuni qarab boqaylik. Va kam zutta anni min tahamul hadisin wa sawrat ayyamin hazazni ila al-asm. Sen mendan hodisalarning hujumlaridan yomon ko'plarini mudofaa qilding. Ya'ni meni qo'g'lab kelding demakchi. Meni qanaq kelding, qo'g'dab kelding. Va sawrat ayyam Küllerning jafo mushaqqat halokatchilaridan meni qo'g'dab kelding. Bu kullar, bu jafo mushaqqatlar so'ngakchi kasdi, hazazna ilal azm, so'ngakchi kasdi deydi. Aslida so'ngakchi nimani kesdi? Go'shtni kesdi, go'sht bor o'rinda. Lekin go'shtni kasdi deb go'shtni oshkor akab qo'yib, hazazna lahma desa, ilallah izal azmi degan bilakka berib qo'yguncha, mana sizib qo'ygan o'xshaydi, mana ham kesga o'xshaydi. Heliqi apturni ifodalamoqchi bo'lgan zodi jon halqumga bodi degan qomni chiqarmaydi yerda. Shunga maf'ulun bihni tashlab etib, gap fe'l bevositlam al-azmiga qanaqalar nisbat beriladi. Aptur tushuntiryapti. Agar shoir hazazna lahma desa, balkim lajaza degani, balkim sami uning keynidagi ilal azmi deganni tilga olishdan ilgari kesish so'ngakka bormabdi degandek bir xil tuyg'u tunji qatim berilib qolishi mumkin. Shunga
Lahmining zikrini bu yerda tushiribdi. Sami'ni mushu Ahmadni yiroqlashtirish uchun va Sami'ning ko'nglida tasavvur qildirish va ishning beshidan kesish go'shtdan o'tib, hattoki so'ngga bo'lganda andigan to'xtatdi. Lam yaruddahu ila al-azm degani kesishni faqat so'ngga to'xtatdi, so'ngga keyin qaytadi. Bo'lmasa kesiverdi degandek bir xil mubolig'a hukmini ifodalash uchun. Chunki maqom shunday qilib qoldi. Qurilma shunday qilib qoldiki, maf'ulun bih qana qilindi, tashlandi. Bu ikkinchi sabab. Ben davomli davatına bu xil sebepler muayyen muqim sebep emas. Yani bu bahmesi misal sifatidagi sebep, mujnu o'xshagan sebeplarni o'zimiz qana qilsak bo'ladi, izdensak bo'ladi. Uchinchisi, maf'ulun bihni ikkinchi qatim fe'lni maf'ulun bihning labzining sarih labziga tushirishni o'z ichiga oladigan yo'l bilan tilga olish iroda. Maf'ulun bih ikkida tilga olinadi bir jumlada. Ikki o'rinda tilga olinadi. Ikkili maf'ulun bihning fe'lisi bir xil ma'noda. Lekin xarakteri o'xshamaydi. Bir qitimda balkim biz yaxshi ko'rmaydigan shakldagi holat, yana birisi yaxshi ko'radigan holat. Ikki o'rinda maf'ulun bih va birinchi qatim maf'ulun bihni oshkor tilga qo'ysak, arab til qoidasi bo'yicha ikkinchi qatim damir keltirib qo'yish to'g'ri keladi. Halbuki bizning bakroq yaxshi ko'radigan ifodalamoqchi bo'lgan nuqtamiz ikkinchisida. İkincisi zimir keltirib qo'yishga ko'nglimiz unmaydi. Chunki muhim, mataraf muhim. Bizning qarshi taraf ifodalamoqchi bo'lganimizmi birinchi maf'ulun bih emas, ikkinchi maf'ulun bih. Halbuki birinchi maf'ulun bihni agar so'zlamaslik imkoniyati bo'lsa, so'zlamak yaxshi, chunki digimiz yo'q u gapni. U gap bizning muddaoyimizning tam tersi. Ammo bizning asosli muddaoyimiz ikkinchisida. Birinchisini tilga qo'ysak, u maf'ulun bihni ikkinchi qatim damir shaklida tilga olish to'g'ri keladi. Halbuki bizning muddaoyimiz oshkor bir shaklda bir xil maqsadimizni ifodalashadi. Shuningcha ikkinchi qatim maf'ulni damir shaklda keltirishdan saqlanish uchun birinchi qatim tashlaymiz, muddaoyimiz ikkinchisida bo'ladi. Nimishqa desa, fe'lning shu ikkinchi maf'ulun bihning ustiga tushishga bo'lgan ko'ngil bo'lishning mukammal oshkorlashga bizning muddaoyimiz mayada. Biz ma'noga ko'ngil bo'lamiz degan ifodalash. Masalan, Muxtaradon so'zga o'xshash, qad talabna falam najid laka fis-sudad wal majd wal makarim misla. Ya'da bir odam masalan aqllis bizning shu o'quvchilik sohasida bir o'quvchilar bir ustozni tashlab qo'yib, yana bir ustozni izlab berib topolmay keldi ustozning qashiga. Ustozning choyi qarab o'tirib, ustoz sildak ustozni izlab baxibdik, topolmadik deyishdan xijlul demdi. Nima deydi? Ustoz izlab baqdiq, sildak ustozni izlab baqdiq deyishdan xijlul o'quvchilar. Sildak degan gapni tashlab o'tib, ustoz izlab baqdiq, ammo sildakni topolmadik deb, sildak degan gapni topolmagan edi deydi. Chunki u ifodalanadigan muddaosi shu. Sizdakni izlab baqdiq degan gap adamga qildigan gap. Ya'ni xuddi bir nima qilgandek-ku hamdi. Topolmagan adamni xo'sh qildigan gap. Sizdakni topolmadik desak, qarshi tarafni xo'shildi. Bizning ifodalamoqchi bo'lganimiz ustozimizning mislsiz ustoz ekanligini qanday qilmoqchi, chiqarmoqchi. Yoki biz degan davatgan shu odamning o'qishi yo'q mening nazarimda odam ekanligini islatmoqchida, muddaomavi mashta o'rinda mayada gapni aniqroq qilish bizning muddaoyimiz. Oldinda mujmalaq zavassak bo'ladi. Sizdakni izlab baqdim desa bu bir xil tabiiy egri qilgan narsa. İzlab baqdim, sizdakni topolmadim desa, ifodalamoqchi bo'lgan nuqta topolmaslik, aniq mislsiz ekanlik bo'ladi ya. Mush o'rinda maf'ulun bihni birinchi qatim tilga elevassa, ikkinchi qatim damir keltirish to'g'ri keladi. Ammo bizning muddaoyimiz ikkinchi qatimda, shunday birinchi qatim maf'ulun bihni tashlab, ikkinchi qatim oshkor shaklda keltiramiz, bizning muddaoyimiz oshkorlansin uchun. Masalan, qad talabna izlab baqdiq. Lekin ulug'liqda, büyüklükdə, əxlaqlarda, sıxiylikdə sizə oxşaşını tapamadık. Əsl cümlənin qurulması qad talabna mislan lak. Sizə bir oxşaşını izləb baxdıq. Və lam necid hu deb huzmunu keltirish kerak. Lekin muddao izdik deməz. Onunğa izdiganligimizni deyişəməz. Belki tapamaganligimizni ifodalar. Chunki aniq mislsiz bizning nazarimizda o'xshoq bir odamni ifodalash, uni xo'sh qilish maqsad. Andan keyin birinchi qatim uni bihni oshkor keltirsak, ikkinchi qatim damirni keltirish to'g'ri keladi. Shu birinchi qatim tashlab, ikkinchi qatim oshkor ism keltiradigan gap. Shunga bu bir misol. Ya'ni biz sizga o'xshashdan birini izlab baqdik, lekin sizga buyuklik, ulug'lik va sixiylikda o'xshashni topolmadik. Endi bu yerda maf'ulni ikkinchi qatim oshkora tilga olishni iroda qilgan bo'lg'achqa, ya'ni
fe'lniga topolmaslik degan fe'lning shuning ustiga tushishga ko'ngil berishning mukammalligini oshkorlab topolmaganni bakroq demakkamdi. İzlaganda emas, topolmaganni. Maf'ulun bihni birinchi qatim qanaqa qildi tushiryapti. Men bu yerda yana uning maf'ulun bihni birinchi qatim tushiryotishning sababi mamduhni biz madhiylayotgan odamni uningga o'xshishni izlash orqali boshqalar bilan odatdagidek selishtirishdan ko'tarishga qiziqib, ya'ni sizga o'xshash odamni izladik deyishdan uyulush yuzidan tashlatgan bo'lsak bo'ladi. Qana sababsak bo'lardi. Topolmaganlikni ifodalash uchun birinchi qatim tashlatdik desak ham bo'ladi. Sizning o'xshingizni izladik degan gapni deyishdan uyulib tatinib birinchi qatim tashlatdik desak ham bo'laveradi. Har holda ifodalamoqchi bo'lgan bir yorqin o'quvimizning birisi va shuningga maf'ulun bihni tashlab o'tish yaradi, shuning uchun tashlanadi. Endi maf'ulun bihni tashlash undan boshqa mazmunlarga yarasa tashlasak bo'laveradi. Har xil sabab tufaylidan. To'rtinchisi maf'ulun bihni maf'ulun tashlab o'tish qisqalik bilan om ma'noni ifodalash uchun. Tashlash umumliq. Chunki tashlamaysiz tilga ilish doirani cheklab qo'yadi. Doirani cheklab qo'yadi. Tashlatgandan keyin doira filning o'z ichiga olgan doirasi kengayadi. Masalan, qad kana minka ma yu'lim. Sizdan aziyat beradigan ishlar bo'lib qoldi desa, yu'limunni desa aziyat ma'lum bo'ladi. Yu'limu Muhammad desa Muhammad bilan bo'ladi. Yu'limu deb qo'ysa hammadan. Ya'ni sizdan har odamni azoblaydigan ish yuz berib qoldi. Bundan isharatingizga diqqat qiling degandek bir hukm bo'ladi. Ya'ni shu asosda vallohu yad'u ila darissalom. Allah jannatga chaqiradi desa, kimni? Chaqirish qilib tegishlik hammani chaqirdi. Bu ommani chiqadi. Bu normalda biz o'quvchilarga normal tarjimalardan eskartib o'tadigan taraf maf'ulun bihni tashlab o'tish ommaning ifodalaydi. 5-inchisi qarin turgan vaqtda faqat qisqartish. Endi jumlaning mazmuni qarin turgan degani jumlada tashlab o'tsak ma'no ifodalangan bo'lg'achqa jumlani qisqartish uchun tashlab o'tamiz. Asghaytu ilayk. Qaranglar mana. Asgha degan fe'lning o'zi quloq solish degan ma'noda. Buningga uzni degan maf'ulun bihni ekamizakmi, asgha degan fe'lning o'zidan quloq degan ma'no bilan chiqadigan bo'lg'achqa, shu ma'no o'xshash ifodalanavergan bo'lg'achqa maf'ulun bihni tashlab o'tgan. Aziza asghaytu ilayka uzni ilayhi uzni degan shaklda. Robbi arini anzuray. Ey Rob, ko'rsatlam sizlarga qarab boqay desa, keyingi sizlarga qarab boqay degan gapning qarinisidan o'zlarini ko'rsatgan gapning maqsad qilib chiqib turadi bu yerda. 6-inchisi fasilga rioya qilish. Qur'oni Karimning har oyatida to'xtagan bir fasillar va fasillarning o'zaro maslash kafillik qilish uchun, kafolatlik qilish uchun ba'zi maf'ulun bihlar tashlantiriladi. Masalan, ma wadda'aka robbuka va ma qala asli qalaka. Lekin surat boshidan tortib a bilan to'xtagan bo'lsa, wadduha va layli idha saja ma wadda'aka robbuka ma qala mahalatga maslashtirish uchun ko'pni qanday qiladi tashladi. 7-inchidan maf'ulun bihni tilga olishni qabih bunda sanag'anlik uchun, ya'ni sad gap. Ya'ni tilg'asi bo'lmaydigan gap, oshkor degan bo'lmaydi. Shunday vaqtlarda tashlab o'tadigan gap. Masalan, Aisha radhiyallohu anha, "Men Rasulullohdan ko'rib boqmadim, Rasululloh mendan ko'rib boqmadi" deb a gapning o'zini tilga ommati tashlab o'tdi. Buni mishqa til axloqi, til adabi, ya'ni "Men Rasulullohninkini ko'rib boqmadim, Rasululloh meninkini" nimani tashlab o'tdi-da? Chunki tilga ommadi. 8-inchisi nukta uxra degani boshqa har xil sabab inchiki nozuk mazmunlar tufaylidan tashlasa bo'ladi. Masalan, maf'ulni tashlash az yuz beradigan bir sabablar, shu sababdan bir sabab uchun bo'lishi mumkin. Masalan, ehtiyoj topilgan vaqtda inkor qilish imkoniyati ega bo'lish. Xuddi biz muslayda buni dedik biz buni vaqti kelganda nima qildi gapdan tashlab etsak. Masalan, yoki u muayyan muslayda tilg'alangan bu, yoki muayyan bo'lmasa muayyanlikni qanday iddao qilish, undan boshqa har xil muslayda muslay tilg'alangan maqsadlar tufaylidan qanday qilsak bo'ladi, tashlasak bo'ladi. Bugun darsimiz mushaygacha davomlashsin. Oxirini keyingi soat davom qilamiz. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.